Okalar mana bu yerda qaranglar, sho'rva pishotdi deb o'ylaysizlar, lekin bu juda ham o'ylaganinglardan boshqa narsa bo'ladi. Mana bu yerda yoqamiz. Hoppa, mana ishladi. Xo'p, tushunmaganlar uchun tushuntirib o'taman. Bu juda ham zo'r narsa, o'ylaganinglardan ham zo'r narsa. Bunga suv to'ldirasizlar. Mana bu yerdan qizitadi, mana o'sha isyapti. Mana bu yerda mana havo chiqyapti. Suv solsanglar biqillaydi bu. Bo'ldi, katta oyog'inglarni tiqasizlar ilu suvga. Mana bunaqasiga massaj qilasizlar. Voy, jonni rohat ishoninglar. Mana shu charchab ishdan kelganinglarda yoki sportga qatnashadiganlar bo'lsa ham bemalol uyga kelib mana shu oyog'inglarni tiqasizlar-yu, bo'ldi. Charchoq nimaligini oyog'inglar unutib yuboradi lekin bu. Nafaqat o'zingizlarga, balki ota-onalarga yoki yosh kattalarga ham juda ham foydali olib bersanglar, duoni dodo xo'jasi bo'ladi lekin. Narxi keladigan bo'lsa, okalar, atiq 350 ming so'm, 350 mingga juda ham lekin arziydi. Gap bo'lish mumkin emas, sifatlari ham chotki. Ishlab berishlari ham juda ham zo'r. Tokka tiqib, mana ismini ko'rayotgan bo'lsangiz, tokka tiqib ishlatasizlar. Toshkent bo'yicha dastlabki xizmatimiz mavjud. Viloyatlarga BTS pochtadan yuboramiz. Faqat sportajga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bunaqa sifatli va hamyonbop narsalar faqat sportajda. Hammaga rahmat.